Hürmetli seyirciler dostlar, ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi Adabiyot san'at bo'limi bilan Şinjan ushur egalik chekish mas'uliyat shirkati Şinjan Liniya Sorbekti birlikda hamkorlashib boshqarayotgan Navo programmasi. Agar sizlar naqshi musiqa jihati talentim bor deb qarasanglar, Navo programmasida qatnashsanglar bo'ladi. Agar sizlar ta'limlarni sinab ko'rib, telefon orqali Navo programmasida qatnashmoqchi bo'lsanglar, Teşme xabarlashish abonentlari 125 903 318 numaraga, birlashma xabarlashish abonentlari 101 565 318 numaraga, telegraf abonentlari bo'lsa 168 66 914 numaraga bevosita telefon qilish orqali o'zingizlar yaxshi ko'rgan artist yoki numaraga bilet tashlasanglar bo'ladi. Kutilmagan mukofotlar sizlarni kutib turyotidi. Ta'limlarni sinab ko'rgaysizlar. Biz endi programmamizning eng halqiliq bosqichi, ya'ni talaylik abon ham talaylik tomosha bilan tanlash bosqichiga keldik. Undaq bo'lsa, oldi bilan talaylik abon tanlaylimi yoki talaylik tomosha bilanmi? Meningcha bo'lganda oldimizdagilar turib tursin, yiroqdagilarni Ekranda nomerlar to'xtamasdan aylandi. Sizlar 3 kit sananglar. 3 to'xtagandan keyin biz kayniga qaraylik. Qaysi nomerda to'xtagan bo'lsa, shu talaylik abon bo'ladi. Başlansın. To'xtasın. Yan telefon numeri 135, oxirgi to'xtagan numeri 50 53. Bu birinchi talaylik abon. Endi biz ikkinchi talaylik abonni tanlaylik. Başlaylik. Yan telefon numeri 131, oxirgi to'xtagan numeri 39 73. Bu ikkinchi talaylik abonimiz. Undaq bo'lsa, uchinchi talaylik abonimizni tanlaylik. Yan telefon numeri 158, oxirgi to'xtagan numeri 0492. Her üçünlerini mübareklaymiz, mübarek olsun. Mübarek olsun. Rahmet. Talaylik tomosha bilan talab chiqaylik. Mayra, menda bir yangicha fikr kelib qoldi. Masalan, qanday yangi shaklda aytasiz? To'xtang, ha? Avval ko'zingizni yumsangiz. Ha? Ko'zingizni yuming demoqchi. Mush yangi shaklmi? Yo'q, ko'zingizni yuming, bo'lmaqdi. Ha, mayli. Bir cho'gilama o'ngdan boshlab. Bo'ldimi? To'xtang. Bo'ldi deydi. Men hozir sizga bir chashqan beraman. Shu chashqanni o'ng tarafingizga qarab kuchab ayting. Kim talaylik bo'lsa, eng isl mukofotlar sizlarni kutib turmoqda. Ha, shuni tutib olganlar talaylik hisoblanadi. To'g'ri. 1 2 3 qani, ha? Qayma. Merhamet. Nima ko'zingizni yumar? Tamashibin dostlar, şimdi tamashibinni Mo'minjon talab qilsaymi? Undaq bo'lsa, ko'zingizni yuming. Korkmay, istigrak aylansın, ha? İstigrak. Korkma. Adam kuş kadem ya. Ha, boptu. Kayıp sürat atmış olsun. Bana dikkat kılın lan. Mübarek olsun, kim merhamet. Buna koştakımızı birinci bulup çıkan talaylik tomoshabinimiz. Siz yan telefon numeri 135, oxirgi to'xtagan numeri 50 53 bo'lgan talaylik abonimiz uchun talayingizni sinab ko'ring. Mana shu talay markalardan tanlasangiz bo'ldi. Agar mukofot chiqsa har chiqqanlarga bor, chiqmasa har chiqqanlarga yo'q. Omad sizlarga nasib bo'lsin. Marhamat, qaysini tanlaysiz? Alpak. Alpakni tanlabda. Ha, o'zingiz eshitib beqing, qarab beqing. E'lon qo'lingizga. Sap. Nakir. Ko'rdingizmi deyman? O külüsüden oxsanglar bo'ladi, mukofot chiqdi. Muborak bo'lsin. Yan telefon numeri 135, oxirgi to'xtagan numeri 50 53 bo'lgan talaylik abonimiz. Sizni qutlaymiz. Siz programmamiz ta'minlagan birdan yan telefon ham Urumchi Alpak musulmoncha turmush buyumlari cheklanish shirkati bilan Şinjan Canan So'z cheklanish shirkati ta'minlagan million qiymatiga iste'mol kartasi bilan mukofotlaringiz bo'lsin. Sizni qutlaymiz. Siz Şinjan Risalon So'z cheklanish shirkati ta'minlagan 400 yuan qiymatidagi Maria moda kiyim-kechaklar va 200 yuan qiymatidagi kompyuter o'rganish yumshoq detali bilan mukofotlaringiz muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Endi ikkinchi qitim chiqqan
Qani mehmonimiz, siz yan telefon nomeri 131, oxirgi 4 xon nomeri 3973 bo'lgan talaylik abonentimiz uchun qani talay markalarini tanlab ko'ring. Har ishingizga omad tilaymiz. Qaysi to'xtang davritam? Yulduz. Qani marhamat. Muborak bo'lsin. Siz bu qitimliq navo programmamizning talaylik qatnashchisi bo'ldingiz. Yan telefon nomeri 131, oxirgi 4 xon nomeri 3973 bo'lgan talaylik abonentimiz sizni qutlaymiz. Siz programmamizni ta'minlagan birdan yan telefon ham Urumchi Alpak musulmoncha turmush buyumlari cheklanish shirkati bilan Şinjan Canan Soğut cheklanish shirkati ta'minlagan 1000 yuan qimmatidagi iste'mol kartasi bilan mukofotlandingiz. Muborak bo'lsin. Sizni albatta quruq qo'l qaytarmaymiz. Sizga Alpak shirkati bilan Canan shirkati ta'minlagan 500 yuan qimmatidagi turmush buyumlarini sovg'a qilamiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Endi 3-chi bo'lib chiqqan talaylik tomoshabinimiz siz yan telefon nomeri 158, oxirgi 4 xon nomeri 0492 bo'lgan talaylik abonentimiz uchun qani talay markalarini tanlab ko'ring. Qaysini tanlaysiz? Ayxinim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Yan telefon nomeri 158, oxirgi 4 xon nomeri 0492 bo'lgan talaylik abonentimiz sizni qutlaymiz. Siz navo programmasi ta'minlagan birdan yan telefon ham Urumchi Alpak musulmoncha turmush buyumlari cheklanish shirkati bilan Şinjan Canan Soğut cheklanish shirkati ta'minlagan 1000 yuan qimmatidagi iste'mol kartasi bilan mukofotlandingiz. Muborak bo'lsin. Sizni tabriklaymiz. Siz Şinjan Risolat savdo cheklanish shirkati 400 yuan qimmatidagi Maria moda kiyim kechaklari va 200 yuan qimmatidagi kompyuter o'rganish yumshoq detali qatorliq jami 600 yuanlik iste'mol kartasi bilan mukofotlandingiz. Muborak bo'lsin. Kerak mukofot buyumlarini qabul qilinglar. Har ishinglarni qutlaymiz. Bundan keyingi hayot musobaqalarida baxt, omad har vaqt sizlarga nasib bo'lsin. Rahmat. Marhamat. Menimcha kundalik xotira yozish bir xil yaxshi turmush odat ekan. Chunki siz kundalik xotiringizga o'zingiz eng pinhon saqlaydigan sirlaringizni, o'ylaganlaringizni, xiyollaringizni, shu bir kun ichidagi eng ahamiyatli ishlaringizni yozgansiz. Kunlarning o'tishi bilan, oylarning o'tishi bilan kundalik xotirangizni varaqlaydigan bo'lsangiz, o'tmishli kunlar esingizga kelib, qalbingiz to'lib suyunib ketar ekan. Shundoq, qalbdagi talpinishlar shu qurlarga bitilgan. Ko'ngildagi eng nozik sirlar shu qurlarga yozilgan. Hasratlarga